بسم الله الرحمن الرحيم دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها الكتاب الثالث شنجي قسم كتاب الدرس التاسع توقز درس توقز درسimizdeki öğrenmekçi bo'lgan asosiy mazmun cümle ismiye ve cümle fi'liye yani el cümletul ismiye vel cümletul fi'liye yani isimlik cümle ve fiillik cümle. Endi bu isimlik ve fiillik cümle degani yengil tushungan vaqtimizda, asan tushungan vaqtimizda isimlik cümle deganimiz beshida meyli oshkor ism bo'lsin yoki masdar muavval bo'lsin yoki urf mushabbaha bil bo'lsin, shularning biri bilan boshlangan, biri gap qolgan jumla isimlik cümle bo'ladi. Texmi yengil tushungan vaqtimizda ism bilan boshlangan jumla isimlik cümle bo'ladi. Endi ism oshkor ism, masdar muavval bo'lgan ism degandek bir necha kunda emasmi? Oshkor ism deganimiz sizlar bilib turgan shu man, san, o, Muhammad, Bakr, Khalid deganga o'xshash ismlarning hammasi qanday ismlar? Oshkor ism. Masdar muavval deganimiz masdariga o'zgartirish harflari orqali ism ma'nosida tarjima qilinadigan fe'llar. Odatda fe'lning boshiga anna, shunaqo an, jumlaning boshiga anna, fe'lning boshiga nima? An. Undan keyin ma kirish orqali shu fe'llar nimaga o'zgaradi? Ism o'zgaradi-ku. Bunda ismlarning bo'ladi, masdar muavval bo'ladi. Bunda ism kelsin bo'ldi. Demak, jumla ismiya deganimiz beshiga oshkor ism yoki masdar muavval va yoki hurfu mushabbaha bil fil kelgan. Beshida shunda bir yuqoridagi 3 turlik narsaning birisi ya oshkor ismning, ya masdar muavvalning yoki hurfu mushabbaha bil filning biri bo'lgan jumla ismiya bo'ladi. Masalan, oshkor ism kelganning misoliga kelsak, Allohu g'afurur rahim. Alloh mehribondir, mag'firat qiluvchidir, shundami? Muhammadun talibun. Ana talib. Deganlarning hammasi qanday ism? Oshkor ism kelgan bo'ladi. Masdar muavval kelganning misoli, masalan Qur'onda antasumu khayrul lakum deb bir oyat. Bu yerdagi an tasumudagi fe'lni nimaga o'zgartirib, jumlaga o'zgartirib, nima masdarga o'zgartirib, nima deb tarjima qilamiz? Ro'za tutishinglar, ya'ni ro'za tutishinglar sizlarga yaxshidir. Buni arabcha degan vaqtimizda siyamukum khayrul lakum deb tushuntiramiz. Garchi shaklchatda tildak turgan bilan oldingi an kelish orqali bu nimaga ta'min qilinadi? Masdarga, ismga ta'min qilinadi. Buni ism deb qaraymiz, bumi nima? Jumla ismiya. Ya'ni beshida ism keldi deb qaraymiz. Qalbimiz inoq bo'lsin. Garchi pil turganda qilgan bilan beshida an kelgachga bu nimaga tava? Ismga tava bo'lgandan keyin beshida ism kelgan jumla deb qaranda bu nima bo'ladi? Jumla ismiya bo'ladi. Yoki hurfu mushabbaha bil fil bilan boshlangan innalloha g'afurur rahim beshig'i nima gap qoldi? Inna, anna. Bularning hammasi nima? Jumla ismiya bo'ladi. Mana jumla ismiyani tunishning eng oddiy usuli 3 xil narsaga qarasak bo'ldi. Beshida ya oshkor ism kelgan, ya masdar muavval kelgan, yoki hurfu mushabbaha bil filning birisi kelgan. Har qanday jumla nima bo'ladi? Jumla ismiya bo'ladi. Jumla fi'liya deganimiz-chi desa, beshida fil kelgan har qanday jumla mil tam fil bo'lsin degani to'liq. Odatdagi biz o'rgangan fil bo'lsin yoki naqs fil bo'lsin. Endi naqs deganimiz kana, asbaha, laysiga o'xshash fillar shundami? Mandaq fil bo'lsin, ish qilib jumlaning boshida fillar bo'ladi ekan, bu qanday jumla bo'ladi? Jumla fi'liya bo'ladi. Amshada misol keltirsak, tala'at shamsu. Darasa talib ad-dars, shundami? Dakhala al-mudarris. Beshiga har qanday fil kelgan jumlaning hammasi jumla fi'liya. Naqs fil kelganning misolini kelsak, kana al-jawu baridan. Havo nima? So'g'aq edi. Asbaha al-jawu harran. Havo nima bo'lib qoldi? So'g'aq bo'lib qoldi. Degandek jumlaning hammasi bo'ladi, jumla fi'liya bo'ladi. Oxirida yig'inchoqlar o'tayli. Jumla ismiya deganimiz ism bilan boshlangan jumla. Jumla ismiya, jumla fi'liya deganimiz nima bilan boshlangan? Fi'il bilan boshlangan jumla, jumla fi'liya bo'ladi.
Yuqoridagi grammatikalik mazmunlarni tushungan bo'lsanglar, men tekstni o'qib, tarjima qilib, tahlil qilib beray. رن الجرس وبدأت الحصة الخامسة مرت 10 دقائق أو أكثر ولم يأتي المدرس سئم الطلاب الانتظار وتفقوا يتحركون من أماكنهم ويعبثون فبعضهم وقف يخطب وبعضهم جعل يكتب على السبورة دخل المراقب فجأة وقال ما هذا أمركم فوضى كأن الفصل سوق اسمعوا إن مدرسكم مريض فلم يحضر اليوم فيمكنكم الذهاب إلى المكتبة أو الانصراف إلى المهاجئ أن تذهبوا إلى المكتبة خير لكم خرجنا من مبنى المعهد كان الساعة 12:30 رأى بعض زملائي أن نعود مدرسنا المريض فقلت لهم ليس الوقت مناسبا للعيادة سنعوده بعد صلاة العصر إن شاء الله قالوا الرأي رأيك رن الجرس قنغراق چلندي Cümle fi'liye. Ne bilen başlandı? Fiil bilen başlandı. Ve beda'atil hissatul khamisa. 5. saat başlandı. Hissa mahsus 5. saatlik dersga qaratildi. 5. saatlik ders başlandı. Bu yerda beda'at bu bilan fiildan başlandı. Bu cümle fi'liye. Marrat 10 daqaiq au akthar. 10 yoki 10dan ko'proq 10 minut yoki ko'proq o'tdi. Bu o'xshash cümle, fiillik cümle, marrat. Ve lem ya'til mudarris, o'qituvchi kelmadi. Bu fiillik cümle. Sa'imat tullabul intizar, o'quvchilar saqlashdan zirikdi. Al-intizara, kutish saqlashdan zirikdi. Bu qanday cümle? Fiillik cümle, sa'ima. Ve tafiqu yataharrakuna min amakinihim ve ya'bathun. Ular o'z o'rinlaridan qo'zg'alib o'ynash qilib turdi. Tafiqa boshida turdi degan fe'l. Bu qanday fe'l? Af'alul muqaraba shundami? Naqis fe'l. Naqis bilan boshlansa qanday bo'ladi? Jumla fi'liya bo'ladi. Yataharrakun qo'zg'alib. Ya'bathun degani o'zaro quruq gap so'zlash, quruq qarang qilish, o'ynash degan ma'noda. Fa ba'dhum waqafa yaxtub. Ularning ba'zi turib so'zligida o'tirdi. Ba'dhum nima bilan boshlandi? Ba'dhu ism bilan boshlandi-ku, unda o'g'anniki buni bo'ladi, ismlik jumla bo'ladi. Va ba'dhum ja'ala yaktubu ala sabura. Ularning ba'zi do'stga yezishga boshladi. O'sha yerda ba'dhum nima bo'ladi? Ism, unda o'g'anda bu ismlik jumla bo'ladi. Dakhala al-muraqib faj'atan. Tuyuqsiz nazoratchi kirdi. Va mundaq dedi. Ya'ni dakhala bilan fiildan boshlandi-ku, bu jumla fi'liya. Ma hada? Nima bu? Bu ismlik cümle mahaza o'xshashlar. Amrukum fawda. Ishinglar qalaymoqonqo. Amrukum fawda degan gap qalaymoqon degan gap. Asli siyosiy nimalarda kelib qolsa, hukumatsizlik, qalaymoqonchilik deymiz, fawda. Bu yerda qalaymoqon. Ishinglar qalaymoqon. Bu mubtada xabar, ya'ni ismlik cümle. Ka'annal fasla suqun. Xuddi sinib bozordek. Ma'zi cümlenin bilen başlandı ki anna hurfu mushabbabil bilan qo hurfu mushabbabil bilan başlangan cümle nima bo'ladi? Cümle ismiya bo'ladi. Isma'u cümle fi'liya. Anlanglar. Inna mudarrisakum marid falam yahdur al-yawm. O'qituvchinglar ag'rib qopti. Bugun kelinmadi. Inna bilan başlangan inna mudarrisakum degan cümle ismiya, falam yahdur nima cümle fi'liya. Fayumkinukum adh-dhahabu ila al-maktaba aw insiraf ila al-mahaji. Sizlar kutubxonaga borsanglar bo'ladi yoki yataqqa qaytsanglar bo'ladi. Ya'da yumkinu bilan boshlandi jumla fi'liya. An tazhabu ila al-maktaba khayrun lakum. Sizlarning kutubxonaga berishinglar sizlarga yaxshidir. Ya'da an tazhabu an lan tazhabu birlashib masdar muavval oldi-ku, bu jumla ismiya. Garchi fi'ldek tusumi an lan masdar fil birlashib masdar olgandan keyin ismga hisob. Kharajna min mabnal ma'had. Biz institutning binosidan chiqdik.
Bu cümle fiiliye. Haraca bilen başlandı. Kanetus sa'atus saniyete aşarata ve saat 12:30 bo'lgan edi. Bunun bilen başlandı kana bilen. Af'alun naqis bilen başlansa bunun bo'laddi, fiiliye bo'laddi. Cümle fiiliye. Ra'a ba'du zumala'i an na'uda mudarrisana al-marid. Bir qism savobdoshlarimiz bizning kasal o'qituvchimizni yo'qlashimizni qaradigini yo'qlasak deb qaradi. Qalasam de yo'qlasak degan fikr nimada? Ra'a degan fikr nimada? Qaradi degan ma'noda. Bu nim bilan boshlandi? Ra'a bilan boshlandi. Boshqa o'xshashlarnimi? Jumla fi'liya. Faqultu lahum, men ularga mundaq dedim. Laysa al-vaqtu munasiban lil-iyada. Bu kasal yo'qlashga munosib vaqt emas. Yoki bu vaqt kasal yo'qlashga munosib emas. Bu jumla fi'liyami ismiyami? Fi'liya. Chunki laysa degan nima? Af'alun naqis bilan boshlangan jumla nima bo'ladi? Fi'liyami ismiyami? Fi'liya. Sana'uduhu ba'da salatil asr inshaalloh. Uni Alloh xolisa asr namozidan keyin yo'qlaymiz. Bu jumla fi'liya. Nima bilan boshlandi? Na'ud bilan. Ular mundaq deyishdi. Ar-ra'yu ra'yuk. Sening gaping gap yoki sening fikring fikr degan gap. Uyg'ur tilidagi sening gaping hisob deymiz-ku, yoki sening fikring hisob. Ar-ra'yu ra'yuk degani fikr, sening fikring to'g'ri degani, sening fikring hisob. Ar-ra'yu ra'yuk degan jumla qanday jumla? Ismliq jumla. Mo'shu bo'yicha tahlil qilsak bo'ladi-a? Wa akhiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.